Assalomu alaykum. Mani kuzatib boruvchi to'quvchi qizlar. Mana hozir men sizlarga yeng o'yinsini qanaqa qisqartirishni ko'rsatmoqchiman. Bilmaganlar uchun bu albatta. Mana diqqat bilan kuzatinglar. Mana orqasidan, mana eng oxiridan qancha yeng o'yindisini santimetrda to'qiyotgan odamdan o'lchab olganinglardan keyin o'shanga qarab nechta petla kerakligini, qisqartirishligini bilib, keyin qisqartirasizlar. Mana men boshladim. Diqqat bilan kuzatinglar. Mana ikkitasini bitta qilib chiqarasizlar. Keyin yana buni qaytib qizlar spitsaga ilasizlar. Mana keyin xuddi shu afzalda yana ikkitasini bitta qilib chiqarib, yana spitsani o'ziga kirgizasizlar qizlar. Mana bu juda ham oson, kuzatinglar. Mana shunaqa qilib sizlarga nechta petla qisqartirish kerak bo'lsa, ana o'sha petlani qisqartirib, sonini hisoblab qisqartirib olasizlar. Mana shu afzalda oxirigacha o'zingizga kerakli petlalargacha qisqartirib olasizlar mana qizlar. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchi edim mana. Mana уже ketdi. Mana shunaqa qilib oxirigacha qancha petla kerak, qisqartirish kerak bo'lsa qisqartirasizlar. Mana davom etinglar. Yelkaga kelib, bo'yin o'yinsiga kelgandan keyin bo'ynini qanaqa to'qishi sizlarga ko'rsatib boraman. Mana kuzatinglar, davom etinglar qizlar. Rahmat.